Shoshmang, xuddi shunday gul yasashni xohlaysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Challenge'imizning birinchi kunini boshladik. Hozir birgalikda xuddi shu buketni yasashni noldan boshlab o'rganamiz. Bizga shunaqa korobka, po'kak va momi qismlar kerak bo'ladi. Po'kakni korobkamizga moslab kesib tayyor qilib olamiz. Keyingi bosqichda esa momi qismlarimizdan turli xil shakldagi gullarni yasab olamiz. Videoda ko'rsatilgandek qilib momi qismlarimizni ikkiga bo'lib olamiz va bo'lgan momi qismni ikkiga buklab, xuddi shunaqa barg yasab olamiz. Har bitta gulimiz uchun 5 tadan barg yasaymiz. Endi esa yasagan barglarimizni gul holatiga keltiramiz, ya'ni bir-biriga yopishtiramiz. Bunda juda ham ehtiyotkor bo'lamiz. Gullarimiz tekis yopishtirilishi shart. Unda gulimiz chiroyli chiqmay qoladi. Mana barcha gullarimizni ham tayyor qilib oldik. Endi korobkamizga chiroyli qilib joylab chiqamiz. Gul yasash darsligimiz barchaga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi videolarda bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun bizga obuna bo'ling. Aytgancha kommentariyadan plus qoldirsangiz, sizga bepul darsliklar kanal linkini ham yuboramiz. Xayr, keyingi videolarda ko'rishguncha like bosishni unutmang.